Bugun So'xlik bolajonlar uchun qadrli va unutilmas kun. Sababi tumanda yangi bunyod etilgan Madaniyat va istirohat bog'ida 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan tantanali tadbir bo'lib o'tmoqda. Madaniyat va istirohat bog'i bugun bolajonlar ixtiyorida. Ayniqsa har bir bolaga mehr, e'tibor shiori ostida tuman Madaniyat va istirohat bog'ida bo'lib o'tgan konsert dasturi bolajonlar qalbiga bir olam quvonch bag'ishladi. Bog'dagi turli tuman attraksionlar kun bo'yi bolajonlar ixtiyorida edi. Tuman markazida joylashgan zamonaviy kompleksda dilbanlarimiz uchun ziyofat uyushtirildi. Tuman hokimligi hamda homiy tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan qimmatbaho sovg'alar esa yana bir marta bolakaylarning quvonchiga sabab bo'ldi. Mana bugun biz yoshlarga prezidentimiz tomonidan juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Buning isbotini So'x tumanida bo'lib o'tayotgan Xalqaro bolalar himoya qilish kuni bilan isbotlab berishimiz mumkin. Buning uchun prezidentimizga rahmat. Mana shu yoshlar bog'ini bizdek bolajonlar ixtiyorida. Prezidentimizga rahmat aytamiz. Barcha bolalarni bayramlari bilan tabriklaymiz. Darhaqiqat bu yilgi tantanalar esda qolarli bo'ldi. Zero ushbu ayyomda tumandagi 3 ta mahalla fuqarolar yig'inida yangi va zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasalari foydalanishga topshirildi. Demirsad mahalla fuqarolar yig'inida davlatimiz tomonidan ajratilgan 2,5 milliard so'm mablag' evaziga bunyod etilgan zamonaviy barcha qulayliklarga ega maktabgacha ta'lim muassasasi bugun dilbanlarimiz ixtiyorida. Ochilish marosimida qatnashgan tuman hokimligi vakillari hamda mazkur qishloq nuroniylari yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar eng avvalo xalq manfaatiga qaratilgani bilan yanada ahamiyatli ekanligini alohida ta'kidlab o'tdilar. So'ngra qurilish ishlarida faol ishtirok etgan quruvchilar hamda mahalla faollariga tuman hokimligining maxsus sovg'alari taqdim etildi. Avvalambor mana shu prezidentimizning g'amxo'rligi tufayli yangi bog'cha ochilganidan nihoyat xursandmiz. Chunki biz bolalar chog'larimizda bog'chani ko'rmasdan katta bo'lib shu darajaga yetgan edik. Bog'chamiz bir vayrona holda edi. Mana shu bugungi prezidentimizning sharofati bilan mana shu yangi imoratlar qurildi. Mana bolalarimiz xursand, biz ham shod xursandmiz. Darhaqiqat mamlakatimiz rahbarining kelajak bog'chadan boshlanadi degan ezgu g'oyasi Olis So'x tumani hayotida ham muvaffaqiyatli tatbiq qilinmoqda. Davlat dasturlari asosida tumandagi maktabgacha ta'lim muassasalarida qurilish, ta'mirlash ishlari olib borildi. Bu kabi yangi va zamonaviy bolalar bog'chalari bunyod etilib, foydalanishga topshirilayotgani so'xlik bolajonlar uchun tog'lar orasida hech kimdan kam bo'lmagan sharoitda ta'lim-tarbiya olish imkonini bermoqda. So'x tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufida 2019-yili davlat dasturi asosida 5 ta maktabgacha ta'lim muassasalari qurib bitkazildi. Hozirgi zamon talabiga mos bo'lgan maktabgacha ta'lim muassasalarida bolajonlarimiz 500 nafardan ortiq qatnashmoqda. O'ylaymanki, kelajakda bolalarimiz shu elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan o'g'il-qizlar bo'lib yetishadi. Yana bir muhim jihat tumandagi Navobod hamda Tul mahalla fuqarolar yig'inlarida tadbirkorlar tomonidan oilaviy maktabgacha ta'lim muassasalari bunyod etilib foydalanishga topshirildi. Bu esa Olis So'x tumanida tadbirkorlarimizning ham ta'lim-tarbiya sifatini oshirishga ulkan hissa qo'shayotganlarining yorqin namunasidir. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev So'x tumanidan tayyorlandi.